Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizning obzorimizda Civic brendiga tegishli bo'lgan diskka to'g'rilaydigan apparatimiz. Bu apparatimizni bitta nima qanaqa qilib ishlashini ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, diskani olganimizdan keyin mana shu o'qiga valiga qotiramiz. Qotirganimizdan keyin bizda indikator bor. Indikator orqali qati kirib, qati chiqqan bo'lsa, ya'ni shu narsani aniqlab olishimiz uchun ishlaydi. Aniqlab olganimizdan keyin buni to'xtatganimizdan keyin bizda ikkita pedal bor. Bittasi tepadagi mana bu uskunamizga tegishli bo'lsa, ikkinchisi nasosga tegishli. Ya'ni nasos orqali agar kirgan joyi bo'lsa, chiqarsak bo'ladi mana. Bu orqali pedalda boshqarib, chiqqan joyini esa tepadagi mana bu uskuna orqali pedalda boshqarib, chiqqan joyini kirgizsak bo'ladi. Shu orqali bu disk apparatimizni 12 diskadan 23 razmerdagi diskagacha bemalol to'g'rilay oladi. Bu apparatimiz 380 tokda ishlaydi. Hozirda sotuvda mavjud. Bemalol agarda sizga bu uskunamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, do'konimizga kelib sotib olsangiz bo'ladi. Narxi 41 million. Agar kelib olaman desanglar, xudo xolasa, chiroyli narxda qilib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bunaqa yangiliklardan xudo xolasa yana ko'p videolar qo'yib turamiz. Sog' bo'linglar.